Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan Tor televiziyasining suhbat programmasiga xush keldinglar. Aziz qarindoshlar. Men bugungi program riyosatchisi Tarat Turmuqash. Hurmatli qarindoshlar, rasmiy suhbatimizni boshlashdan burun mushu bir qancha kun ichida Amerika va BDTda yuz bergan Sharq Turkiston xalqiga munosabatlik va butun xalqimizni suyundiradigan ikki cho'ng tarix hodisini sizlarga qaytadan eslatib o'tmoqchiman. Hammanglarga ma'lum bo'lsa kerak, 8-oyning 28-kuni Amerikaning 11 nafar Kengash palata a'zosi va 6 nafar Avam palata a'zosi bo'lib, jami 17 nafar kishi Amerika Tashqi ishlar ministerligi bilan Moliya ministerligiga birlashma maktub yo'llab, ulardan Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgizishda mas'uliyati bo'lgan Xitoy rahbarlarini jazolashni talab qilgaydi. Aziz qarindoshlar, bu zo'r hodisa bo'libla 8-oyning 30-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatidan jazo lagerlariga qamalgan Uyg'urlarni qo'yib berishni talab qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy ayrimchilik qarshi turish komiteti mushu 8-oyning 10 va 13-kunlari Jenevada Xitoydagi irqiy ayrimchilik vaziyatiga qarab chiqish yig'ini chaqirgan edi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandimning boshchiligida 5 kishidan tarkib topgan bir vakillar umiga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu yig'iniga qatnashgan va qurultay nomidan Sharq Turkistondagi jazo lagerlari haqida maxsus doklad sungan. Shundaqla BDT irqiy ayrimchilik qarshi turish komitetining mas'ullari va alohida dokladchi xodimlari bilan ko'p qitim uchrashib, ularga Uyg'urlarning vaziyati haqida to'liqlama ma'lumot berdi. 2 kunlik yig'inda Xitoy vakillar umiki Uyg'ur elidagi lagerlar masalasida BDT kishilik huquq mutaxassislarining kuchli savollarga va so'roq qilishib duch kelgaydi. 30-avgust kuni mazkur komitetning mutaxassislari yuqorqi 2 kunlik qarab chiqish yig'inining xulosasini e'lon qilib, Xitoy hukumatining atalmish terrorlikqa qarshi turish, oshqo'llikni tugutish degan nomlarda 1 milliondan ortiq Uyg'urni yepiq tarbiya lagerlariga vaqtchaki yo'q qamab olganligini bildirgan. Dokladda yana Uyg'urlarning rayonda Xitoy hukumati yurgizib atgan yuqori texnikalik nazorat sistemasi, saqchi tekshirish punktlari, xususiy uchurlar va dina uchurlarini yig'ish qatorliq ta'qib siyosatlarining asosli nishoni ekanligi, Uyg'urlarning pasport elish va sayohat qilish erkinligining qattiq cheklanayotganligi, Uyg'ur tilidagi ma'rifatning cheklanganligi qatorliq masalalar birdek o'tirg'a qo'yilgan. Aziz qarindoshlar, mazkur komitet dokladida yana Xitoy hukumatidan jazo lagerlaridagi qonunsiz tutib turishni darhol oyoqlashtirishni, tutib turilayotganlarni qo'yib berishni va o'tgan 5 yildan buyon qonunsiz tutib turish o'rinlarida yetayotgan Uyg'urlarning soni, kimligi, tutilish sabablari va bu o'rinlarning sharoitini oshkorlashni talab qilgan. Hurmatli zo'r kishilar, endi kiraylik bugungi suhbat programmamizning asliyatimizga. Hammanglarga ma'lum bo'lganidek, Dünya Uyghur Qurultayi tarafidan 8-oyning 15-kuni chaqirilgan ijro komiteti yig'inida bu yil 11-oyning 8-kunidan 10-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida Dünya Uyghur yoshlarining hamkorlik va do'stlik uchrashish yig'inida chaqirish haqida maxsus bir qaror qo'ydi va bu qaror ilingandan keyin maxsus bu yoshlar uchrashishi va do'stlik yig'inining maxsus bir tayyorlik komiteti qurilgan. Bugun sizlarga bu jihatda, ya'ni 11-oyning 8-kunidan 10-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida yapırildiğin Dünya Uyghur yaşlarının ki bir yerde dostluk ve hamkarlık uçuruş hakkında sizlerle yanıma etraflık malumatı ilgili kılış için bu yığının tayarlıq komitesinin ki mesulü hem Dünya Uyghur Qurultayı İcra Komitesi'nin muavir reisi hürmetlik Samet abla efendimle istansımızga teklif kılıp hürmetlik Samet efendim ataytın vaktinizi çıkarıp ziyaretimizi kabul kılganlığınız için
atay Norvegiyadan kelip sizge alaylı rahmet eytmen. Sizge rahmet. Oldu bilen Semet efendim, siz Dünya Uğur Kurultayı'nın ilgili mağarayısı olan ve hazırgıça Dünya Uğur Kurultayı'da asas cihetten şu Dünya Uğur Kurultayı'nın yaşlar hizmetine köprek muş sahibi mesele olup geldiniz. Siz bu sahibi mesele olup gelivatkan, şundaklı buda çakılmakçı olan Dünya Uğur yaşlarındaki dostluk ve hemkarlık uçuruş Jığın Tayarlıq Komitesi'ninki mesul buluş süptümüzden Uygur yaşlarınınki Uygur milli müstakillik hareketinde oynayan ve oynaydığı rolü kanda qaraysiz? Endi bizning vatanimiz Sharq Turkiston Xitoy mustamlikalarininki zulm ostiga tushgandan buyon xalqimiz, millatimiz azadlık, hürlük, müstakillik yolunda hep beradigan kurashni bir kunmi to'xtatib qo'ygani yo'q. Endi biz mushu jarayondagi bo'lib o'tilgan barliq kurashlar, inqiloblar va mushu milliy mustaqillik kurash tarixida mushu kurashlar boshlamchilik qilgan va shuning uchun qurbon bergan bizningki vatanparvar qahramonlarimiz, bizning shu kurashlarga rahbarlik qilgan liderlarimiz, mushular qaraydigan bo'lsak, bularninki mutlaq ko'pchiligininki yoshlardan tarkib topib qolganini ko'ramiz. To'g'ri, to'g'ri deysiz. Faqat mushu biz jiroqni qo'yib, mushu o'tgan 100 yil ichidagi bizningki milliy kurash tariximizdagi tariximizga bir qisqa bir nazar solib chiqsak, misol uchun bizningki o't yurak vatanparvar shoirimiz Abduxoliq Uyg'ur. Vatan millat uchun hayatını təqdim qilgan 33 yili shu chog'da 32 yosh. Undan keyin bizningki yana o't yurak vatanparvar shoirimiz Lutfullo Mutallib 1945 yili Shinshistay jallotlari tarafidan Oqsuda o'ldirilgan vaqtida endi 23 yoshga kirgan yosh bola edi. Undan boshqa yana bizningki shu 30-40 yillardagi milliy müstakillik ko'rish tariximizdagi bizningki liderlarimiz, bizningki rahbarlarimizdan marhum Mamat Emin Bug'ra 33-yillari, 32-yillari vatanda Xotanda inqilob qilib, Xotan hukumatini qurgan 33-yil, 34-yili Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston hukumatiningki muhim qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatininki Mamat Emin Bug'rami shu davrlarda endi 30 yoshning qarasini olgan yosh yigitdi. Ondan boshqa Ahmadjon Qosimi ayni vaqtida Sharq Turkiston inqilob qatnashgan, G'ulji Sharq Turkiston hukumati qurilganda shuni yetakchilik qilgan vaqtida u yosh liderimizdi. Endi uni yaqinqi mezgillardagi shu o'tgan 20 yil davomidagi bizning vatanda yuz bergan 30 yil davomidagi bizningki ilib bo'lgan turlik mushu milliy mustaqillik kurashlari qaraydigan bo'lsakmi, 90-yildagi barinda qo'zg'algan barin xalqininki Xitoy tajovuzga qarshi bo'lgan kurashida buning yetakchilik qilgan bizningki qahramon o'g'lonimiz Zaydin Yusuf yosh 20 necha yosh. Uningga agashgan, shuning hayotini taqdim qilganlarmi yoshlar. 2007-yildagi mushu 1997-yildagi 1997-yildagi G'uljida bo'lib o'tgan G'ulji yoshlarininki namoyishida mushu namoyish qatnashgan va shuni yetakchilik qilgan va keyin hayotini qurbon qilganlarning mutlaq ko'pchiligi yoshlar edi. Undan keyingi 2009-yildagi Urumchidagi mushu Urumchi 40-yilida mushuning qatnashgan va buningda hayotini taqdim qilgan, boshlamchilik qilgan minglab hayotidan ayrilgan shu bizningki qahramonlarimizning mutlaq ko'pchiligi yoshlarni tashkil qildi. Demak, bizningki mushu milliy mustaqillik kurashimizda yoshlarning roli tarixdan beri nihoyat cho'ng bo'lib keldi. Yoshlar oldingi safda bu kurashninki birinchi sepida bo'lib keldi va buning uchun eng og'ir bedellarni to'ladi. O tarixda roli cho'ng bo'lib qolmay, masalan, ashlar qoldirgan bu sharafli kurash irodasi Abduxoliq Uyg'urlik Lutfullo Mutallib bilan qoldirgan Bahodir asarlar va shundaqlar Mamat Emin Bug'ra, Ahmadjon Qosimi boya siz deb o'tgan bu yosh liderlarimizningki bu jangovarlik kurashchan ro'yi hozirmi uningdan keyinmi davrdan davr bu yoshlarningki milliy uyg'unish harakatida va vatanparvarlik tuyg'ularini uyg'otishda
küreş rolünü uygulashda acayip bir türkülük rolünü oynavatdı. Azırgacha təsirini yo'qotgani yo'q. Elbette to'g'ri deysiz. Xo'sh. Endi bu mesela siz ben bayımı dep öttüm. Burun Dünya Avrupa Teknik Mavre sok to'g'ri mezgilimizde bo'lsin hozirgacha mı şu Dünya Avrupa Teknik Yaşlar xizmatiga ko'proq mushunga bu sahiga mas'ul bo'lib kelyapsiz. Hozirgacha endi Dünya Avrupa qurilgan 2014 taraf hozirgacha bu yoshlar hareketini güçlendiriş, so'raytish, yoshlarni tarbiyalash masalasi Dünya Avrupa Teknik asosida kun tartibidan birisi bo'lib keldi. Bu jihatda ishlagan xizmatlar haqida qisqacha Dünya Avrupa Teknik yoshlar xizmati haqida ishlagan xizmatlar haqida qisqacha bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ladi. Boy deb o'tgandagidek endi shu bizning yoshlarimizningki bizning tariximizda shu mustaqillik ko'rishimiz o'ynagan roli haqiqatan ayta zo'r. Shaxsan shu Dünya Uyg'ur qurultayiningki hozirgi rahbarlari reisidan tortib buning xizmat qilayotgan siz bizlar shu hamma bilan 80-yillarda yoshdik. Aşı davr yetilgan yoshlar chet ellarga chiqib shu davoni ilgirki bizniki liderlarimiz boshlab bergan shu yo'lda meni buni rivojlantirib bugungi kunga keldi. Endi shuni Dünya Uyg'ur qurultayi albatta qurilgan vaqtdan boshlab yoshlarningki shu davodagi milliy kurash davosidagi milliy mustaqillik ko'rishi davosidagi rolini ahamiyatini nihoyatda tushungan va buningga ahamiyat berib keldi. Cümleden shu yaqinqi 10 yildan beri, 10 yildan beri shu maqsadda yoshlarni davoning yosh izbosarlarini tarbiyalash uchun yoshlarimizni shu davo sepiga yetaklash uchun ularni shu Yevropa g'arbningki ilg'or shu demokratiya, kishilik huquq, qonun va turli sohalar bo'yicha bir yetarlik bir bilim, tajribaga ega qilish uchun ko'p qatim yig'inlarni uyushtirdi, kurslarni uyushtirdi. Endi shu yig'inlar hozirgacha 10 qatim ochildi. Oxirgisi yaqinda bu yozda Turkiyada ochildi, xabarimiz bor. Shu jarayonda endi bu kurslarga shu Uyg'urlarning ichidan uzun yillardan beri davo qilib kelgan bizningki peshqadam davo odamlarimiz, uningdan boshqa shu Uyg'ur davosiga, Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan chet ellik mutaxassislar bu kurslarda ders o'tdi, nurg'un bilimlarni shu yoshlarimizga o'rgatdi. O'rgatdi. Buningki ham shu bugungi bizningki Dünya Uyg'ur qurultayiningki davo sepininki texmo kengishi yoshlarimizni shu davosi yetaklash jihatda albatta buningki cho'ng rol bo'ldi deb o'ylayman. Shunday albatta. Masalan, shu haqiqatimliq Dünya Avrupa qurultayi tarafından uyushtirilgan shu yoshlarni xalqaro bilimlar, kishilik huquq, demokratiya prinsiplari bo'yicha tarbiyalash bu kurslardan yoshlarning qiziqarli aktivchiligi nihoyat yaxshi bo'ladi. O'tganda masalan siz yashayotgan Norvegiyaning poytaxti Osloda Uyg'ur yoshlarni tarbiyalash kursi ochdik. Bu kursning nihoyat iqtidorli yoshlarımızdan borligini bayqadik, hayron qoldik. Til jihatdan alohida talanti va xalqaro ma'lumot, xalqaro bilimlardan xalqaro qonun prinsiplardan ma'lumot va yoshlarimizni ko'rdik, bayqadik. Shundaqla oxirgi qatim bu Turkiya İstanbulda tunji qatim Turkiyada shu demokratiya kishilik huquq fondi jamiyati Amerikaning iqtisodiy yordami Dünya Avrupa qurultayining tashkilishi bilan u yerda Türkiye tunji qatim bu Uyg'ur yoshlarni tarbiyalash kursi ochdik va Dünya Avrupa qurultayiningki bu tarbiyalash programmasi buningdan keyin davomli kuchlantirildi. Har yili eng azından 2 qatimdan 3 qatimgacha shu Uyg'ur yoshlarni xalqaro qonun bilimlari bo'yicha demokratiya, kishilik huquq prinsiplari bo'yicha va boshqa turli xalqaro bilimlar bo'yicha tarbiyalash kursi hozirgacha davomlashib kelyapti. O'tganda masalan men Norvegiyaga borgan vaqtimda shu yoshlardan birisi mendan so'radi o'zaro ishki suhbatda. Voy Paradga sizchi bizning vatanimiz qachon mustaqil bo'ladi deb. Endi buni cho'ng savol, javob berish buni tez bir savol. Men darhol kallamga shu keldi. Men shu yoshga shuni dedim. Norvegiyada nechilik Uyg'ur yashaydi desam, taxminan 2-3 ming atrofida Uyg'ur yashaydi dedi. Uningdan bir kun burun namoyish o'tdi ekan. Bu Norvegiyada. Tunuyunki namoyishga nechilik Uyg'ur keldi desam, bir 100 ga yaqin Uyg'ur keldi dedi. Unda olsa sizning savolingizni javobini oson dedim. Qachon shu Norvegiyada yashayotgan Uyg'urlarningki 80% shu namoyishga keladigan vaqtida, to'liq qatnasha olgan vaqtida bizning vatanimizda adolat bo'ldi degan javobni berdim men endi.
Çünkü 2-3 ming Uyg'ur yashayotgan bir davlatda namoyish qatnashganlarniki nisbini hisoblasangiz zaten 10%ga bormagan endi bu yerda 4-5% atrofida. Chunki har qanday bir narsa pidokorlik talab qiladi. O bizningki agar o'zimizning milliy mustaqilligimizni asliga keltira olamiz desak, uni oldi bilan birinchi bo'lib o'rinlaydigan shart bu pidokorlik. Pidokor bo'lishimiz kerak. Biraz uning vaqtimizni, iqtisodimizni, zehnimizni sarf qilishga pidokorlik ko'rsatishga to'g'ri keldi. Yaxshi, masalan, keyingi mezgillarda bu dunyoning har qaysi ellarida yana yoshlarningki faoliyatlari kuchlanmoqda, masalan, namoyish qilish va boshqa faoliyatlar degandek. Bu dunyo qo'ltiniki masalan bu qatam 11 ayning 8dan 10 kunlargacha siz baydab o'tgan dunyo Uyg'ur yoshlarininki hamkorlik va do'stlik uchrashishi. Bu yig'inni etishni qaror qilishinglarning bu yig'inni etishga asos maqsad nima endi masalan? Bu yig'inga masalan vakillarni tanlagan vaqtida qo'yilgan shartlar nima? Bu yig'inda asos notliq qoldi, nimalar muzokara qilindi? Bu haqda bir qisqa ma'lumot berib o'tgansiz. Bo'ldi. Endi bu qatimqi shu dunyo Uyg'ur yoshlarininki hamkorlik va do'stlik uchrashishi bugünkidek bir vaziyatda ichilyotidi, ya'ni buni takror deb o'tirishning hojati yo'q. Bugun qisqacha aytgan vaqtida Uyg'ur millati hayot mamotlik bir siniqqa duch keldi. Biz o'lim girdobida jon talashyapmiz butkul millat sifatida. Biz endi bu zulm ostida qog'ili buni yashayotqili, bundan qutulamiz deb biz harakat qilayotqili uzun zamonli bo'ldi. Ammo hozirgidek shu bugungi kundagidek bu qadar bir qo'rqinchli bir tahdidga, bir yo'qolish qo'rqinchiga biz duch kelmagan. Buni his qilyapmiz, ham ko'ryapmiz endi. Endi mushundaq sharoitda biz hozir har bir Uyg'ur o'ylanayapmiz. O'ylanishimiz kerak. Sukut qilib yo'qolamdiq. Yoki bo'lmasa bir harakat qilib, bir ish qilib millatni saqlab qolamdiq. Albatta ajdodlarimizdan biz ba'zida og'rinimiz, ajdodlarimiz bizga shu dardni bizga qoldirib ketibdi ekan. Shu vaqtida yetarlik bir tadbir olgan bo'lsa, yetarlik bedel to'lagan bo'lsa, balki biz bir mustaqil hur vatanda yashagan bo'lardik deb boshqa deyishimiz albatta. Hamda ajdodlarimizning shuni qilganda, shuni qilolmagan chekilliklari albatta bedellarni to'lagan bo'lsa-mu, zaman makonning chekilliklari tufaylidan uni qilolmagan taraflari bor. Hamda uni hammani ulardan ko'rib og'rinib o'tirishninki ham hojati yo'q. Hamda bizmi bugun biz qo'limizdan keladigan ishni qilmay, buni bir yetarlik o'zimizningki bir bedelni to'lamay, buni ajdodlardan og'rinib o'tib ketsak, bizden keyingilar anandakin bizni og'rinadigan bir ahvol kelib chiqadi. Ularmi bizdan shu vaqtda nima uchun millat shu kuni qolgan vaqtida bular nima ish qilgan bo'lg'aydi? Nima ishqa bir bedel to'lamagan, harakat qilmagan, buni chorasini izlamagan deb bizdan og'rinadigan bo'ladi. Endi shuni biz avlod-navlodga bu savolni shundoq bir o'kinishni qoldirmaslik uchun bizmi mushu davrda yashayotganlar, mushu rayimsiz reallikni biz ko'zimiz bilan ko'ryotgandan keyin biz bunu tomoshabini bo'lib qarab tura olmaymiz. Chunki biz shu zulmni chekuvchi, shu yo'qolib ketish girdobida turayotgan bir millatningki a'zosi bo'lgandan keyin buningga qo'limizdan kelgan imkoniyatimiz yor bergan butun choralarni, butun pidokorlikni ko'rsatishimiz kerak. Albatta xalqimiz qarab turmadi. Yoshlar bo'lsin, ayollar bo'lsin, cho'ng kichik bu o'tgan yildan boshlab ko'ryapmiz. Vatanda bo'lgan zulm shundoq chekinib eshib ketgandan keyin mana bugun hozir 3 millionga yaqin Uyg'ur jazo lagerlarida qamlab yotadi. Ular bizdan umid kutyapti. Mushu chet eldagilar bizning sadorimizni anlatib bizni bu zulmdan, bu o'lim girdobidan qutuldirdi deb shuningdan boshqa umidi yo'q xalqimizningki. Mushunday ahvolda chet eldagi Uyg'urlarningki, chet eldagi vatandoshlarimizningki bu jihatdagi mas'uliyati intayin og'ir. Muşunu tunuduq, nayt köp insanlarımız bunu tunudu. Hərəkət qıvatımız, təşkilatlar olsun, şəxslər olsun. Hər saatin özünün qoludan kelişçə bu tirişçalıqını göstəryapmiz. Bunu görüyapmiz. Endi şu qatada yaşlarımızdan bu cəhətdəki tirişçalığını görüyapmiz. Yaşlar hər dövlətlərdə yığılıbatıdı, namayişlər çıxıbadı. Biz bunu kütkül uzun bolğan. Əməliyyatda təxi bunundan burun baldırak çıkış gerekti. Bu sepke teximi burun koşuş gerekti. Çünkü biz zulüm büyüldü bu atqını yok.
uzun bo'ldi. Hemen şu zulümünü yaşayıp geldik ama aşı vaktin beri biz küttük. Yaşlarımız bu sep koşulsa bizim bu sepimiz teknik kengaysa da. Hem de o bazı şu maksadımızdaki oldu, bazı bulamadı. Hem de bugün şu biz kütken şu yaşlar, şu insanlarımız oturup çıkmadı, şu an körüvatımız, bunu biz elbette söyündü. Bunu biz kollayımız, kollap kivatımız. Yani ait yaxşı oldu. Hem de şunun bilen bir vakitte bu yerde bir dikkat kılış digişlik, yakomisi biz hazır aldığımızda, muşundak ciddi peytte bunu kımısak bulmaydıgan bir işlamı var. Yani biz her işin teşkillik bir uğurlaştırış bilen teşkillik sistemlik hep verişinin ki bununki paydası nazi bunu hemmeden düşünüdü. Biz garip dünyası yaşavatımız, muşu devletlerinin kanun sistemisi, müşahedeki siyaset, muhit, muşunu maslaştırıp, anadan kim bizim bu dava, ninki hazırlıkçı boğan, ağan tecrübeleri ve bununki hazırlık ve bunun kim hep bardığan bununki yönlüşü, bunun məqsədləri aşulanı, muşu hazırlıkı, muşu hareketlerimizin aşağı maslaştırıp, bu septe, bu sep qetilgan, köreş qıvatqan şu yaşlanımı muşu cihette terbileş gerek. Bu atqan tarqaq, çeçilangı bu atqan her yerdeki hareketlerini bir yerge yığış ve bir yerge uyuşturuş ve bunu texmo sistemilik, texmo bir güçlük aletke ekiliş gerek. Şunda qığa vaxtıda bunun biz yaşlarımızın küçüdün ve ulanın akıl parasıdın ve ulanın icatçalığıdın, cengivarlığıdın texmo ünümlük paydını alayımız. Hem de bu üniversitedeki yaşlarımız Uygurlar her devlette çeşit yaşavatımız. Gerçi ictimai alakalar şunçalık güçlük bolsun mu, hem de bir yerde turup, yüzduranı tunuşup, körüşüp, fikir almıştırıp, kıgandak bulmaydı onu. Cıkla bazıları bilen jiraktın tunuşuluğu ya ki bazıları yaxşı tunuşmaydı. Hem de muşu fırsette, muşundaq bir halkılık peytte yaşlarımızın o, her qaysı devletlerdeki muşu vatan millet üçün hazır qıdak muşunda xatarlik bir vəzi oturuğa çıxıb, köreş qıvatqan, muşu yolda tirişçalık köstüvatqan yaşlarımızın bir aralı jığıb, ulanı özüra bir tunuşup, tunuşuş fürsəti yıqılış, ulanı özününki muşu qıvatqan işler haqqında, bununki qınmaqçı olan işler haqqında özününki məqsəd planlarını oturuğa qoyub, o vaxtı kengişib və bunu qandaq qığa vaxtda da texmi yaxşı ünümlük bu davanı, bu işini, xizmətlərini rivajlandırır oludu. Bunundan keyinki bunu texmi yuqur bəlli götürüş, milletimizge, hazırki davaşlarımızda buna texmi paydılıq, texmi ünümlük bir vəziyyətke, bir yolga yeteklik oldu. Başlıq oldu, muşu cihette bir ortaq fikirge, bir köz qaraşqa anandakin, hem özüra bir-birini düşünüş ve muşu arqılıq bir yeni, texmi yaxşı bir yol, tədbir eliş məqsədində hem de bu jığın çağırılıvatıdı. Bununki naiti muşundaq bir şarait içilişi, hazırki şaraiti zörür ve buna ehmiyeti naiti çoğun buludu dep oylayım. Hakikaten doğru ettiniz Samet efendim. Mesela bu yaşlar hareketi de, yaşlar hareketi zaten bayda öttüğümüz tarihten bu yana ait mühim özününki mühimliğine azırkım saklap geliyordu. Bunun ki müşünde olurdu. Çünkü yaşlar bizimki kelgisi evlatlarımız, milli müstakillik hareketimizin kelgisi istikbali, kelgisi varasçıları. Hem de hazır yaşlar hareketi ciddi bir uygun iş var. Ama siz de ötkendek bu yaşlarınki hareketininki ne ideal cihetin yaşlarımızı la emas, hareket cihetin birlik keltiriş yaşlar hareketini plan programıyla bir şekilde resmi sistemiyle kaldı, muntazam aldı, birlik iştibaklık içinde, özara hemkarlık içinde bu yaşlar hareketini terakki kıldırış, zoraytış, naitim mühim. Milletimizin takazası şu, mesela sen de efendim keyinki aylarda bir kança aydan bu ya mesela bazı yaşlar hareketi oturuğa çıktı, meydana çıktı, xilma-xil devletlerde. Ama şu yaşlar hareketinin oturuğa çıkışı bilen bazı ziddiyet ixtilaflar mı beraber oturuğa çıktı. Bunun da köp siyasi faaliyetlerimizin ki peşkadem ziyarelerimizin, teşkilat mesullerinin ki bazı qaraşları var yaşlarımızın bir tavsiyesi. Bu ixtilafların çıkışıga asasen şu bazı bir kısım yaşlarımızdan biraz ayıhacam bilen çoğunluğunu inkar kılış, hazırgıçı bu davanı hep bervatkan teşkilatlarının ki neticelerini elip bervatkan hizmetlerini inkar kılış, yani burunqılağı varıslık kılmaz, burunqılarının ızığı varıslık kaldı yapamaz. Yani bütünle hemen öldüm başlayayım, senin kığının hemiz bika, isap emez.
senin kaldırağını getirip koymayayım. Ben zaten nölden başlaymış ne dediğim bir hayışta. Bazı yaşlarına belki yaş gideklikten veya ki subjektif bir siyasını belirleyip geçiştin. Bu kısmen ziddiyetlerinin beraber keltürgenliken yani bazı siyasi faaliyetçilerimiz, yalilerimiz şu tavsiyen de buluvatıdı mesela yaşlarımız bir hareketin yaptığı vaxtıda çoğum burunki peşkademlerimizninki, peşkadem inkılapçılarımızın burundan tat bu davat fedakarlık kesip gelgen özünü ispatlagan bu jarayanda qo'lliq siyasi faoliyatlarimizning va muntazam tashkilotlarimizninki xizmatlarini inkor qilmaslik mumkin bo'lsa ularga moslashib berish qo'llab berish ularga moslash harakat qilish haqida tavsiyalar bo'lyapti hozir siz albatta bu tavsiyani qo'llaysiz shuning uchun dunyo hurqut bu yig'inni yoshlar yig'inini chaqiryapti deb o'ylayman shundaqmi Samet albatta ben ham bunga bir rasmiy o'zimning fikrini aytishdir men bunda bir narsa esimga kelyapti hozir xo'sh shuni deb o'tayman shu men chet elga chiqqandan keyin Norvegiyaga kelgandan keyin bir narsaga diqqat qildim u nima desangiz bularda shu ajdodlardan qolgan narsalar nihoyatda e'tiborlaydigan qadrlaydigan bir odat bor ekan bu yolg'iz Norvegiyada emas keyin bayqasam butun Yevropa ellarida shundoq ekan qarmoqqa intayin oddiy bir 100 yil 200 yil birini selinib qolgan bir yog'och uy masalan anandan keyin bir 300 yil burun qurilgan bir qurilish yoki shu vaqtda ishlatilgan bir narsalar bizning nazarimizda bu arzimagan bir asari atiqa ya qadrlab saqlash tegishli bir narsa emas degan narsani buni shunchalik e'tiborlab saqlaydi ekan, shunchalik qadrlaydi ekan. Shundaq bir yerga bir qurilish masalan hukumatning bir yo'l masala uchun bir ommaviy aslaha bir narsa selish to'g'ri kelsa, shuni chopmasdan shuni aylanib o'tib ketib, yoki shuni ostidan yo ustidan qilib, shuni yana asrab qoldi ekanda. Biz dastlab kelgan vaqtida bu nima qildiganda mushu qadar buni qilib, masalan biz vatanda hamdaliqa Xitoylar o yeni yo'l deydi, yeni u deydi, bu deydi, nimaga har qanday cheklam tuzilib etiblar, ma'mulasini asosini qilib shu o'zi hozirgi bugungi qilmoqchi bo'lgan narsani qildi. Ko'z oldida hozirgi faqat manfaat uchunlar. Bizmi shu narsalar ko'nib qolgan bo'lishqa, shu g'ayri ko'rinadi. Keyingi bir vaqtning o'tishi bilan biz buni tushganda qo'yadi, ajdodlarga varis qilish, ajdodlarning aql parasi, ajdodlarninki anaqasi bedlik kelgan miroslarni shuni shuncha qadrlash va shuni saqlagan asosda yangi narsalarni yaratishga bo'la shunchalik ahamiyat berilgan. Bu bularning bir an'anasiga aylangan ekanda. Demak, men buningda nima demoqchi desam, bizmi bu da'vo ishlarida bo'lsin, mayli boshqa ishlarda bo'lsin, albatta bu ajdodlar masalan ilgirkilarningki tajribasiga hurmat qilish, ulardan foydalanish va shuningga yangi o'zimizning davriga yarasha uningga yangiliklarni qo'shish bu en to'g'ri ilmiy yo'l demoqchiman. Endi bu da'vo ishga kelgandimi shaxsan bizningki bu ilgirki Dunyo Uyg'ur qurultayiniki jiltini tushirsak bu axir uzun bir jarayonlar bor. Masalan, bizning peshqadam liderlarimizdan başlasakmı bu 50-60 yıllık bir jarayonni boshdan kechirdi. Yaqin vaqtni surishtirsak 2004-yili ikkinchi dunyo qurultayining hozirgi boshlangan vaqtini hisoblasak 2004-yildan hozirgacha bo'lgan jarayonda bir jarayon o'tdi. Bu jarayonda bu nurg'un tajribalar egallandi. Endi buni boshlaganlar albatta shu chog'da buningga mutaxassis, bu da'voning mutaxassiri siyosiy mundaq odamlar emas. Shu vatan millatga bo'lgan sadoqat, shu qizg'inlik bilan buni boshlab shu jarayonda yiqilib qopib bu tajribalarni o'rgangan. Bu qimmatli tajribalar. Albatta. Demak, buningdan shu tajribalarni yoshlarning bunaqa o'rganish ehtiyoji bor albatta. Endi hozirgi bu da'vo masalan Dunyo Uyg'ur qurultayiniki bu Əsəbdə xizmət qatqal Dünya Uyg'ur qurultayının özünə həm yaşlarımızdan mühümdüğən nəsr var. Yaşlar özü yaş, bular şu Qərbdə üsp etildi, yakımız vətəndə oxuğan bolsun, yaş bu yoqqa çıxdı, şu Qərbninki, Avropanın, Amerikaninki çətəllərini, Qərbnin ilğar fikirlərini, bu yerdəki iş, tüzüm, adətlərini bularını öyrəndi, bunun yaxşı təsirini, icabi təsirini qəbul qıldı. Endi yoshlar jangovar bo'ladi, ularningki ijodchan bo'ladi, fikrlarda yangilik bo'ladi. U jihatdagi narsalarni balki biz to'ldira olmasligimiz mumkin. Chunki davrning o'tishi bilan odamlarga oladigan tarbiya, ularning ta'sir o'xshamaydi. 80-yillar tug'ilgan, o'sgan odamlar bilan 90-yillarda yoki 2000-yillarda bunun zo'r farq bor. Buni e'tirof qilamiz.
Muşundaq şaraitda hamda yoshlarimiz bilan Dünya Uyg'ur Qurultiyi va buning xizmat qilayotganlarniki munosabatida bu jihatda cho'qim menimcha bu haqda Dünya Uyg'ur Qurultiyi buning xizmat qilganlar peshqadamlar yoshlarimizga o'zining tajribalarini, o'zininki mush jihatdagi o'rgangan bilganlarini ular o'rgatish, ular tavsiya qilish. Hem şunu bilan bir vaqtda yoshlarimiz mı bunu şu ilgiriki, şu tecrübeler, şu hozirgacha hosil qilgan shunday bilimlardan o'rganib, shuni bilan bir vaqtda yana hozirgi şu davr o'lchamlarda shunga yarasha o'zining ijodchanligini qo'shib, qissa. Demek şu tecrübeler bilan yoshlarniki o'zidagi bilim, iqtidor bu jangovarlikni birlashtirgan vaqtida bu da'vo uchun chaqim yaxshi xizmat qila oladi. Milletimiz için, vatanimiz için Şarkı Türkistan'ın hürlük müstakillik için texim yaxshi xizmat qila oladi, unumli xizmat qila oladi deb qarayman. Bu to'g'ri, haqiqatan bu bizningki ajdodlarimizninki iziga ro'yxat varislik qilish masalasini o'tirib qo'ydingiz. Bu haqiqatan aytdi. Mühim bir mesele. Biz Dünya Uyg'ur Qurultiyining burun ko'p ta'kidlab ketdik. Ya'ni yoshlarimizga bu yerdan ta'kidlab qo'yishimiz zarur debishimiz kerak. Siz deb o'tgandek Dünya Uyg'ur Qurultiyi tasodifiy o'tirib chiqqan narsa emas. Bu biz hozirgacha nurg'un programmalarimizda, shuarlarimizda Dünya Uyg'ur Qurultiyininki 1933 va 44-yilda qurilgan Ichki Cumhuriyet inqilobininki davom etganligini eslatib kelyapmiz qarindoshlar va 2004-yili Dünya Uyg'ur Qurultiyi qurilib, Germaniyada rasmiy qonunni tasdiqi erishgan nizomnomamizninki eng beshidagi moddellardami Dünya Uyg'ur Qurultiyining nizomnomasi. Bu nizomnoma hozirgacha bosh qismida vatanimizning nomi Sharq Turkiston, vatanimizninki bayroq 30-yil Cumhuriyetimizde qabul qilingan ayolsizlik yo'q bayroq. Bizninki davlat kirpimiz tunji Cumhuriyetimizde 30-yilgi Cumhuriyetimizde qabul qilingan hozirgi davlat kirpi deb buni istiqlol marshimiz ham 30-yilgi tunji Cumhuriyet qurilgan bu bizninki istiqlol marshimiz deb hozir buni Dünya Uyg'ur Qurultiyining butun faoliyat davomlashtirib kelamiz. Nizomnomamizda bu endi bu hozirgacha biz demak shu Ichki Cumhuriyet inqilobininki davomga yetakchilik qilyapmiz. Masalan, men yangi 93-yil chet elga hijrat qilib chiqqan vaqtimda nechta ba'zi hodisalar bor. Masalan, bir qism insonlar 30-yilgi Cumhuriyetni e'tirof qildi va yoki bu Cumhuriyetning liderlarini e'tirof qildi. Bir qismlar 44-yilligini e'tirof qildi, oni e'tirof qilmaydigan. Shunday bir bo'linish mavjud ekan. Bu xil bo'linish 92-yil 12-yilcha qilingan Türkiye İstanbul Şarkı Türkistan Xalqaro Milliy Qurultiyida bu xil bo'linishga xotimi berilib, bu hammasi birlashdi va paydinpay bu bizniki asosan tarixiy mayli 44-yilda Ichki Cumhuriyetimiz bo'lsin, yoki 30-yildagi tunji Cumhuriyetimiz bo'lsin, har ikkisininki bu ro'yxatga varislik qilish qilgan asosda shaklda bunda anlaştıryapmiz. Şoň yoshlarimiz bu yerda cho'qim har qanday kishi deb o'tgandek burunqi selingan bizningki ajdodlarimiz qoldirgan miroslarni inkor qilmaslik kerak va hozirgacha bu asosni yaratgan masala men boya programmamizning beshida millatimizni suyundiradigan texnik ishga tushgandan keyin millatimizni suyundiradigan ikki cho'ng xo'sh xabarni eslatib o'tdim diqqatingizga. Bu tasodifiy o'tirib chiqqan narsa emas. Bu tuyuqsizlar Amerikaningki bu 17 nafar Kengash palata a'zosi, Avam palatasi a'zosi tuyuqsizlar biz shuni bir yozaylik deb o'tirib chiqib qolgani yo'q. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tuyuqsiz bunda bir qarorni olgani yo'q. Bu hozirgacha shu 49 yildan tortib hisoblaylik chet ellarda turayotgan milliy inqilobninki paydinpay taraqqiy qilib kelgan natijasi shu jarayonda 49 yildan tortib hozirgacha bütün bizningki burunqi peshqadam kurashlarimizningki to'lab kelgan badilninki va uning davomlashtirayotgan Dünya Uyg'ur Qurultiyininki yapgan fidokorliklarninki yapgan xizmatlarining bir natijasi har yildagidek beletiga eng azından necha qatim berib oylab turib shayda kurash yapyapti. Amerikada har kundagidek bizning siyosiy faoliyatchilarimiz Amerika Kengash palatasi, Avam palatasi, Amerika Davlat ishlar komissarligi, tashqi ishlar ministrligi har kuni direktor dardni olib doklad sunyapti. Bu mücadeleni bir kunga to'xtatib qo'ymay davom qildirib kelyapti. Bu mushu tirishchiliklarninki, mushu fidokorliklarninki endi mevasini berishga boshlaganligi. Shunga qarindoshlarimiz bo'lib yoshlarimiz bu masaladan aytishga bo'lish kerak va bir harakat yapmakta bu muntazam teşkilatlardan, kolluk siyasi faaliyetçilerden, işençilik bizninki siyasi faaliyetçilerimizin, rehberlerimizin mesaj yapağın asasda, ularla hemkarlaşkan asasda
ularninki yetakchiligini ve nazaretini kabul kılsa, hareket yapmasa, birlik beraberlik içinde bizim davayımız için teknik payda bulduğu diyen işençti ben. Anadaki mesela gipağınızı bölüyordu. Yana bir nesene etip koş gerek. Adettemde biz bilimiz. Xitay tacavuzçıları, Xitay hükümeti izchil yusunda ama şu Dünya Uyghur Qurultayını asas qilib turib, chet eldagi tashkilotlarni ve bunun xizmat qilayotgan bizniki aktivlarimizni, bizniki da'vo insonlarimizni, inqilobchilarimizni qoralab, uni cheklab, haqoratga uni cho'kirishga harakat qilib keldi-da. Endi mushunday sharoitda o'zimizning ichidan chiqqan haliqi vatan millat uchun xizmat qilayotgan insonlar ham mushu haliqi Dünya Qurultayı olsun, mayli boshqa tashkilotlar olsun, yoki shu tashkilot xizmat qilayotgan bizniki da'vogarlarimiz bo'lsin, ashunga qarta haliqidek bir salbiy bir fikrlarda anandikin ashuna salbiy bir qarashlarda bo'lsa, buni haliqi bir uqishmaslikmi kelib chiqar ekan buni. Bu Xitoymi buni tillayotsa, bu Xitoy tilisi bularmi buni tillasa yoki buni yomon desa, bu qanday o'g'ini degandek bir uqishmaslik, g'ing'irashni keltirib chiqadi ekan. Shu bu jihatlarga diqqat qilish kerak deb o'ylayman. Agar to'g'ri Dunyo Qurultayida haliqi bo'lsin, boshqa tashkilotlar olsin, buni mukammal u muntazamlashqa hamma narsa mukammal 100% to'g'ri, yaxshi bo'ldi deb aytib ketolmaymiz. Chunki imkoniyatlarimiz cheklik. Mayli iqtisodiyotdan bo'lsin, mayli odam kuchi bo'lsin, mayli boshqa jihatlardan imkoniyatimiz cheklik. Yana birisi dushmanimiz 1,5 milliard nüfusga bir dunyodagi hozir eng ikkinchi cho'ng kuch bo'lib turayotgan Xitoydan iborat mushunday bir kuchga qarshi turyapmiz. Mushunday sharoitda buningda bu kamchiliklardan, ba'zi yetasizliklardan saqlangan bo'lmaydi. Bu tabiiy ahvol. Endi buningga nisbatan haliqidek fikrlar bo'lsa yoki buningga nisbatan to'g'ri bo'lmadi, yoki mandavus yaxshi bo'ldi desa, buni boshqa usullar bilan ilmiy fikr berish yoki shuni xizmat qilayotganlarga yozmacha bevosita suhbatlashish, ma'no nisbatan men amanda fikrim bor deb bu tariqada esa bu yana buni yaxshi qabul qilindi. Bu vaqtida buni albatta tuzitimiz, imkoniyatlarimiz yor bersa shunday qilishga tirishimiz. Endi buningga boshqa shaklda haliqidek tamom salbiy shaklda bir imkon qilamiz. Buni bu vaqtida onun kelimesi ta'siri, onun salbiy ta'siri o yomon bo'ldi, boshqacharoq bo'ldi. Men bu fikringizni qo'shilaman, chunki Xitoyninki hozir chet eldagi Uyg'ur milliy harakatiga bo'libmi, o'g'illik siyosiy faoliyatlarga qaratayotgan ikki chong yo'qotish taktikasi bor. Birisi sist yo'qotish taktikasi, ya'ni o'g'illik siyosiy faoliyatlarimizni chet eldagi xalqimiz ichidagi jamoat ichidagi inoatni, obro'yini, izzatini turli yolg'onlar bilan, tuhmatlar bilan, haqoratlar bilan o'zininki chet eldagi ba'zi g'olchilarning vasitasi bilan turli ismlarda niqobni olgan, mayli Xitoy, balki Xitoy bo'lishi mumkin. Bularninki ijtimoiy tarqaladagi bu tuhmatlar bilan siz taktikasi. Yana birisi Uyg'ur milliy harakatini parchalash, bilish taktikasi. Shunga bu yerda yoshlarimizningki la emas, bu yerda chet ellarda Uyg'ur milliy harakati ko'ngil bilayotganlarniki xuddi siz deb o'tgandek qandaq Dünya Qurultayıga nisbatan va yoki Dünya Qurultayıning rahbarlariga nisbatan va yoki o'g'illik siyosiy faoliyatchilarga nisbatan o'zininki tanqidi, fikri, taklif fikrlari bo'lsa, aldirabli ijtimoiy tarqalarda emas, bu darhol o'zlari bilan bevosita aloqalashib, qurultay bilan bevosita aloqalashib, bizga mumkin har kuni yuznachi qarindishimizdan taklif fikrlar, hatto tanqidlar keladi, biz tegishli javobni beryapmiz. Bu eng yaxshi usul. Herkes Xitoyninki bu siyosiy yo'qotish taktikasiga yurgizayotgan bu siyosatga ba'zi qarindoshlarimiz bilib bilmay bu yerda ularning Xitoyga parallel bir harakat qilgan bir o'ringa tushib qolmasligi kerak. Bu nihoyatda muhim bir narsa. Buni mush fursatdan foydalanib qarindoshlarimizga, yoshlarimizni qilibmi eslatib qo'yishni ma'qul ko'rdim. Hurmatli Samat abla efendim, siz oxirgi so'rayotgan savolim shu. Siz ham bu Norvegiya Uyg'ur komitetining, ya'ni Norvegiya Uyg'ur tashkilotining quruvchisi, eng burungi raisi, sizning boshlamchiligingizda qurilgan, ya'ni Norvegiyada bizning ayolsizlik ko'k bayrog'imizni tunji qatam lapildatgan, javlan qildigan bir shaxs tashkilot qurgan. Endi hozir keyingi mezgillarda bu Norvegiya Uyg'ur komiteti butunlayning rahbarligiga aytib butunlay yoshlashdimdi. Bu yoshlashtirish harakatini nihoyat obdan bu yerda boshlab berdingiz. Onun üstüge yaşlarımızın naiti faaliyetçen cengi varken Norvegiya Yaşlar Komitesi'ndeki yeni rehberlik eğitim kurulğandaki yaşlardan terkip tapkan asasen
bu faaliyette nəhayət canlandı. Türlük faaliyetler. Mesela haber tepişimci tünögen tehe Norvegiya Uygur Komisyonu rehberleri bizim Dünya Uygur Kulturi'ninki Mavreisi Erkin Ekrem Efendim bilen birge bu Norvegiya parlamentini ziyaret kılıp lagerlar meselesi hakkında malumat verip doklat sunuptu. Şu ahırda şu Norvegiya de şu Norvegiya Uygur Komisyoni'ninki rehberlik etmeyi yaşlaştırış meselesi ve hazır paravattan faaliyetler hakkında malumat verip ötken bulsunuz. Buludu. Biz hem de yaşlarınki mühimliği, yaşlarının dava işlerdeki aktifçılığı, bu cihetteki roluna çoğun buldu aldığını sözüldük. Hem de bu hakikaten aşındak. Hem de biz şu dava setimizge qarsak, Dünya Uygur Kurultayı misal qilib qaraydigan bo'lsak, bunun asaslı hazır hizmet qilayotgan siz biz demetlik şu sandaki, şu yaştaki, Quramdagilar köp sonliqni, belki 80% egalleydi deb qarayman. Bularni hamda biz 80-yillarda yuz ketildik, vatanda shunda bir 80-yillarda o'zimizniki yildizni, kimligini izlash, tariximizga o'qish va milliy kimligimizni tunishdek bir davr bo'lgan. Hozir o'ylasak, ajoyib bir davr bo'lib ketgan. Shu davrda yetishgan yoshlar. Bugun hozir 50 yoshning qarasini oldik, eshib ketyapmiz shunga yaqinlar. Qaraydigan bo'lsak, kaynimizda bir bo'shliq bor. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Yeshi 35dan 30dan tuvan bizning yoshlarimizningki Dunyo qurultayida o'sha da'vo sepida soni oz. Endi Yevropadagi, dunyodagi har qaysi davlatlardagi o'sha chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarningki sonidagi yoshlar bilan cho'g'lar nisbatan solishtirsak, yoshlarning soni mutlaq ko'pchilik sonliqda. Shaxsan Norvegiyaning o'zida yoshlarning yana shu 35dan tuvan, 30dan tuvan yoshlarning soni belki 50%dan oshadi. Gollandiya dedim shunday ko'p davlatlar. Germaniyada asosiyat shunday, to'g'ri. Endi bu bir yaxshi bo'lmagan bir ahvolda bizning da'vo ishlarimiz uchun, bizning da'vo sepimizda nüfusumuzda aholida yoshlar ko'p, ammo da'vo sepimizda yoshlarning oz bo'lishi bu odamni o'ylantiradigan bir masala. Cho'qim bizni jiddiy bir o'ylantirish kerak. Endi buningda nuqul bu yerda yosh masalasi emas. Yoshlarningki bu da'vo sepib kirsin, buni yoshlantiraylik, yoshlarningki foydalanaylik degan vaqtida yana buning bir qancha muhim masala bor. Ya'ni da'vo hozirgacha bo'lganlikda bizningki siz bizlar bu shu da'vo sepib boshlaganlar bu da'volikqa siyosiy jihatdan maxsus bir siyosatlarda o'qib, da'vo ilmida o'qib unda yetishgan emas. Hammamiz o'zimiz har turli kasblarda o'qidik vatanda. Shu vatan millatga bo'lgan o'zimizningki bir mas'uliyatini, shu o'tliq bir o'zimizningki shundoq jurigi bilan bu ishni hozirgacha o'zimiz bilgan, qila olgan imkoniyatlar doirasida shunday qilib kelyapmiz. Shunday qo'y. Endi shu kurashlar davomida oxirgi hisobda Uyg'ur da'vosi bugun xalqaro sahnaga chiqdi. Mana ko'rib turyapmiz, hozir o'sha yaqinqi bir oylik vaziyat qarasaqlar, endi BDTning sahnalariga chiqdi. Endi eng chet elda qila oladigan bu da'vodagi eng yuksak pallaning birisi shuti. Maqsad BDTga yetkazish, xalqaralashtirib. Bu maqsadga yetdik. Hozirgacha qilgan bu ishlarimizning kammasi da'vo asosan dard anglatish, o'zimizni tunutish, Uyg'ur degan zulm chekayotgan bir millatning borlig'ini anglatish. Mushuni bilan bo'ldi, bu maqsadga yetdik. Endi ikkinchi qadamda qaraydigan bo'lsak, buni endi texnik yuksak bir saviyada, bir diplomatik bir yo'llarda saviyada xalqaro har qaysi davlatlar bilan aloqa o'rnatish, ulardan konkret bir talablarni qo'yish, ulardan o'zimizningki rasmiy yo'l programmalarini tuzib, ulardan shuningga maslahat yordam berish, shundoq bir saviya talab qiladigan bir yerga keldi qoldi. Buni ko'rib yetyapmiz, buni ko'rib yetishimiz kerak. Shundoq sharoitning o'zida buningga bizga ixtisoslik, yaramliq yoshlarimiz kerak. Biz qo'limizdan kelganini hozir o'zimizni boni berdik. Yana albatta beramiz. Endi yoshlarimizningki bu jihatdagi afzalligidan foydalanishimiz kerak. Ularningki olgan bilimidan, tecrübelerden, onun til jihatdagi ortiqchiligidan, jangovarlikdan bundan foydalanishimiz kerak. Shu biz qilolmagan, bundan keyin biz qilib ketolmaydigan yoki voyaga yetkazib yaxshi qilolmaydigan shu bo'shliqni shular to'ldirish kerak.
endi mushundaq zurriyat bilan bu yoshlarni da'vosiga yetaklashninki muhim bo'layotganligini biz his qildik. Shaxsan Norvegiyada shundaq. Shuni o'tgan yili bizda saylam qildik. Shu saylamda hozirgi yangi rahbarlik hay'atini saylab chiqdi. Buning asosligi yoshlarning tarkib topdi. Bu Norvegiya Uyg'ur komitetining hay'at a'zolari. Şunun biri bununki mesela körüvatımız bununki hakikaten ünümünü bununki yaxşı bo'layotganligini körüvatımız ularga ait aktiv ishlayotidu. Ama şu bir haftaning ichida masalan bir haftaning ichida ko'p ishlar bo'ldi. Dushanba kunisi shu dushanba kuni Ertgüllikte, ögürlükке düşenbe Xitayga ziyaret kılmadığan Norvegiya parlamentininki Tashqi ishlar va Mudofaa komitetininki 17 kishilik bir a'zosininki tarkibida bo'lgan Sotsialistik Solchilar partiyasininki boshlig'i bilan bizniki komitetning raisi Baxtiyor Ömer inimiz, anandan keyin kotibi Odiljon Abdurim inimiz bilan ko'rishib chiqdi. Bütün vətən vatqan şu lagerların əhvalını anlatıp, təlivin nima degan vaqtida biz aşağı bağa vaqtida Xitoy bilan ko'rishganda şu lagerlar masalasini o'tirib qo'yinglar deb shuni talab qildi, berdi. Men deyman deb. Shuning bilan bu undan keyin gezitning muxbirlari ziyorat qildi, Odiljonimiz bu ahvollarni anlatdi. 2 kunning ichida Norvegiyada 2 gezit, andan keyin 3-4 to'g'ri gezitlarda bütün bu ahvollar bizning masalamiz yuritildi. Ondan başqa Norvegiyadagi eng cho'ng gazetalar, Kashf gazeta Aftenposten deydi. Uningda shu masala tüpaydan, bizning masalamiz tüpaydan shu Xitoyga borgan 17 kishilik bu hay'atning ichida nihoyat jiddiy bir kasb talash tashishing bo'lganligini uch qashqar yezib etdi. Buningda ham masalan 3 partiyaninki, bir necha partiyaning odamlari hozir Xitoy bilan munosabatni endi yaqinlashdi, yarashdik. Lüşobo'ga 2010-yil mukofot, Nobel tinchlik mukofotini bergan keyin Xitoylar bundan nihoyat qattiq ranjib Norvegiya bo'lgan munosabatlarni to'g'rilab ketgan. Texnik 2 yil burun buni asl gapdi yaqinda. Endi buning ta'siri etib qoladi, buni biz demayli Uyg'urlar biz bildik, haqiqatan bek ig'ir qo'rqinchli xabarlar buni angladik. Deb ular buningga demaslikni qilgan, ammo biz bilan ko'rishgan o partiyaning yana 2 o'kitish partiyaning rahbarlari buni deymiz, undan biz qo'rqmasligimiz kerak. Da buni o'tirib aşağıda bağa vaqtida deyishni o'tirib qo'ygan, shundan keskin bir munozir paydo hosil bo'lgan. Mushularcha tafsili eng cho'ng gezitda nima qildi. Demak, endi yana ko'rishlarimiz bor. Keyingi haftaning ichida keyingi chorshanba kuni tashqi ishlar ministrining ko'rishga tunugin bizning kotib bolamiz Odiljon mana xabar yetkazdi. Chorshanba kunida bizni ko'rishni talab qildi, nechadan kelsan deb. Ama demek ki şu kılınıvatkan alaka ciddi işlarınki ünümünü kürüvatımız. Muşnunda şu teşkilatımızın yayında teşkil kılınan şu heyetlerin açtığındaki yaşlar. Bula til bilidi, bulanın iş kaydısını bilidi o mişerdeki. Müşriyetlerde nahiyeti çoğun rol oynadı. Hem de bu dünya kuruluşu üçün mu hem de hazır şu dava sepiga yoshlarimizni akirish, ularning qobiliyatidan, müşriyetteki alayliklardan foydalanishning o'zi haqiqatan nihoyat muhim va zarur bo'lib qoldi. Rahmat, hurmatli Samat Abdulla efendim bergan atrofli ma'lumotlarınız uchun. Haqiqatan ham dunyo qurultiyining sizlar aytgandek hozir 30 chiqishdi ijroiy komiteti a'zolarininki hammasi mutlaq ko'p qismi shu 50 yoshdan olqagan, 50 yoshdan 60 yosh oraliqdan. Bizim dunyo qurultiyi rahbarlik hay'ati bo'lish bilan qisqasi men o'zingiz shuni orzu qildi ekansiz. Bizning o'rnimizni yoshlarimizningki jangovar ko'p xil tilni bilgan, iqtidorli jangovar dinomat deymiz. Yoshlarimizningki bizning o'rnimizni egallashini nihoyat qancha siz bo'lsin, yaxshi orzu qilamiz, umid qilamiz. Shu maqsaddami dunyo qurultiyi bu 11-oyning 8-kuni Dünya Uyghur yoshlarininkki bu yerda hamkorlik va do'stlik uchrashishi yig'inini o'tkazishga asosiy maqsad sabablarning birisi shu. Rahmat, men Norvegiyadagi fidokor yoshlarimizga alayhi minnatdorligimni bildiraman. Ularni qo'llayotgan Norvegiyadagi qarindoshlarimga minnatdorligimizni bildiraman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi suhbatimizni shunday bilan oxirlashtirmoqchi. Kelar qatimli suhbatimizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'ling. Xayr xo'sh.